Sizda ham giloslaringiz bunaqa qo'shma bo'lib chiqitga chiqib ketaverib zeriktirgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'rsangiz, mana bunday yirik, chiroyli holatda gilosni qanaqa qilib olish mumkinligini o'rganib olasiz. Bitta eng asosiy masala giloslar nima uchun qo'shma bo'ladi deydigan bo'lsak, bizda yoz sharoitida qattiq issiq bo'ladi-da, pindiklarning ichidagi onaligi xuddi bunday ikkiga bo'linib qoladi. Shu ikkiga bo'lingan onaligidagi pindiklar sizga kelasi yilga mana shunday qo'shma giloslar beradi. Bunaqa bo'lmasligi uchun nima qilish kerak deydigan bo'lsak, mana u pindiklar sizga keyingi yilga meva berish kerak bo'lgan pindiklar. Bular manaqa bag'larda orasida shakllanadi. Mana shular stress olmasligi uchun Sonstop degan preparat bor. Siz buni 3% lik, 4% qilib, qalin qilib, chiroyli holatda gilos tergandan keyin ustiga ishlov berib qo'yadigan bo'lsangiz, sizning giloslaringiz kelasi yili nasib bo'lsa, bunday qo'shma bo'lmaydi-da, chiroyli holatda mana shunday dona-dona bo'lib yetiladigan bo'ladi. Yana asosiy masalalardan bittasi, giloslaringizni terib bo'lganingizdan keyin birinchi o'rinda sink va bor bilan ishlov bering. Uni ustidan Sonstop sepib turib, o'rgimchikkanaga qarshi ham ishlov qilib qo'ysangiz, inshaalloh chiroyli holatda giloslar olasiz shunda.